Sizga telefon qilgan odam nechta pul topadi? Menga telefon qilgan odam kamida bir kunda 500 ming, Xo'p, bo'lmasa 1 million 200 ming pul topadi. shunaqa zo'rmisiz aka siz? Bir telefon qilishib ko'rsin. Yo'q-a, telefon Albatta. qilgan odamlar ish qilib yaxshi yurishibdimi aka? Albatta, menga telefon qilganlar kamida kabeshda yuribdi. Akalar, telefon qilinglar, kabesh minasizlarmi yo BYD minasizlarmi? Hamma narsani bitta telefon bilan mingizib berib, pulni ko'paytirib yuborgan odamni oldiga kelgan. Bu odam nima deyapsizmi? Kim deyapsizmi? Mana bu odam O'zbekiston bo'ylab do'stlar bizneslarni yo'lga qo'yib yurgan, ya'ni hozirgi kunda stroyka ham, uy ham, hojatxonagacha kerak bo'lsa gazablokdan qurilyaptimi? Gazablok liniyalarini O'zbekiston bo'ylab qurib berayotgan odamlardan bittasi bo'ladi. Ishlatayotgan narsalari hammasi рабочий bas yangi bo'ladi. Avtomatlashtirilgan do'stlar liniyalarni qilib beradi. Naryoqda aralashib qolipga qo'yiladi. Bitta keladi bir kunda do'stlar, mana shu liniya 1 million 200 ming so'm sof daromad, ya'ni 240 ta ishlab chiqarar ekan. Bir dona g'ishingizdan do'stlar 5 ming so'mdan foyda qolar ekan. O'zbekistonda 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatishadi. Eng kichkinasi do'stlar $1000 bilan gazablok biznesini boshlasangiz bo'ladi. Soqani topgandan keyin kattalashtirib olaverasiz. Mana shu liniyalarni qoldirmoqchi bo'lsangiz, kabesh minmoqchi bo'lsangiz, yaxshi sharoitda yashamoqchi bo'lsangiz, akaga telefon qiling, cho'tki qilib berib sog' bo'ling.